Chiqdi nabiy Eid kunida hayit namoz o'qigali. O'ynashardi yosh bolalar shodu hurram galmagali. Bir bolakay yig'lar edi, yuzi soliq ko'zida yosh. Holatini ko'rsa hatto dod devorardi bag'ri tosh. So'rdi nabiy nedir bolam, ko'zdagi jolang sababi? Dedi burg'ak shahid otam, ayni shu nolam sababi. Nabiy bilan g'azot qilib jannat sari ketdi otam. Ne qilayki taqdir ekan, boshqa yerga tegdi onam. O'gay ota oldi uyam, merosimni qildi tamom. Hayitga yo'q bir butkiyam, hatto yemakka yo'q taom. Hatto yemakka yo'q taom. Bayram kuni har bolaning shodligi ortar quvonib, menga esa g'am cho'kadi, hasrat ortib dard quvalar. Qo'ying meni o'z holimga, bitmas yetimning nolasi. Bu bolalarda dada bor, menchi shahidning bolasi. Ko'zlari yosh, hasrat ko'p, dardi buyuk g'arib sabiy. Bilmas edi qarshisida turgan bu zot ulug' nabiy. Rasul dedi ey bolajon, ota bo'lay senga yona. Fotimaning ukasi bo'l, Oyishani degin ona. Hasan Husan akalaring, amakingdir Arslon Ali. Agar shunga rozi bo'lsang, tut qo'limdan men nabiy. Terisiga sig'dirolmay dabdurustdan bu xabarni, ko'zda yoshlar murg'ak oxir qo'lim tutdi payg'ambarni. Yig'lab dedi ey rasulim, rad etish mumkinmi buni? Go'zal libos kiydirdilar, Fotima to'ydirdi uni. Chiqdi go'dak do'stlarining davrasiga ko'zi yonib. So'rdilar sen yig'lar eding, ne sabab qolding quvonib? Dedi go'dak men yalang'och qolgan edim.